Noyabr oyining birinchi yarmida Ekologos sayti jurnalisti va ekolog jamoat birlashmasining hammuassisi Avazxon Haydarov xalqaro ekologik tarmoq CE Bankwatch Network taklifiga binoan Bolgariyaning qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish tizimini o'rganish bo'yicha o'quv safarida ishtirok etdi. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad Yevropa Ittifoqi davlatlarining zamonaviy chiqindilarni boshqarish yondashuvlarini namoyish qilish va ishtirokchilarga o'z mamlakatlari sharoiti bilan solishtirish imkoniyatini yaratishdan iborat bo'ldi. Tadbirda Ukraina, Bolgariya, Chernogoriya, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Armaniston, Tojikiston, O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlaridan vakillar ishtirok etdilar. Tashrifning ilk kuni Bankwatch Networking uzoq yillik hamkori bo'lgan Bolgariyaning Zazemiyata ekologik tashkiloti ofisida boshlandi. Ishtirokchilar o'z faoliyatlari bilan qatnashchilarni yaqindan tanishtirar ekanlar, o'z mamlakatlarining qattiq chiqindilarni boshqarish tizimining dolzarb holati haqida ma'lumot berishga harakat qildilar. Avazxon Haydarov O'zbekiston haqida ma'lumot berar ekan, quyidagilarni ayniqsa ta'kidlab o'tdi. Toshkent va butun respublika bo'ylab chiqindilarni yig'ish va tashish tizimi, toza hudud davlat korxonasining faoliyati, qayta ishlash uchun xom ashyo qabul qilish punktlarining ishlashi, mavjud saralash elementlari, davlat va kommunal xizmat ko'rsatish sohasining rollari. Shuningdek, u O'zbekistonda zamonaviy chiqindilarni qayta ishlash punktlarini qurish ishlari allaqachon boshlanganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bir qator obyektlarda qattiq chiqindilarni saralash va keyingi energiya ishlab chiqarish uchun organik fraksiyalarni ajratib olish texnologiyalari joriy etilmoqda. Chiqindilardan energiya olish yo'llari ham rivojlantirilmoqda. Biroq Ekologos vakili shuni ta'kidladiki, O'zbekistonda chiqindilardan energiya olish texnologiyani joriy etilayotgan ko'plab yangi poligonlar va chiqindilarni qayta ishlash majmualari faol qurilayotgan bo'lsa-da, RDF qayta ishlangan chiqindi yoqilg'isi masalasi hanuzgacha noaniqligicha qolmoqda. Yangi obyektlarda RDF ishlab chiqarilayotganligi, uning tarkibi, sifati yoki keyingi qo'llanilishi to'g'risida yetarli darajada shaffof ma'lumot mavjud emas. Bu esa jamoat va eksport nazoratlarini qiyinlashtiradi va joriy etilayotgan texnologiyalarning ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholashga imkon bermaydi, deb ta'kidladi. Ikkinchi kuni ishtirokchilar Safiya chiqindilarni boshqarish tizimining asosiy elementlariga tashrif buyurdilar. Ular mexanik biologik qayta ishlash zavodi, shahar chiqindilarning poligoni, anaerob parchalanish obyekti, kompostlash maydoni. Mehmonlar chiqindilarni saralash, organik fraksiyalarni ajratish, RDF ishlab chiqarish, poligon holatini monitoring qilish va biogazdan energiya olishda zamonaviy yondashuvlardan yaqindan kuzatdilar. Bolgariya poytaxt hokimiyati vakillari bilan uchrashuv alohida qiziqish uyg'otdi. Unda chiqindilar sohasidagi tizimli muammolar muhokama qilindi. Ishtirokchilarga chiqindilarni yig'ish va tashish bo'yicha tenderlar bilan bog'liq muammolar, xususan xususiy kompaniyalar tomonidan taklif qilingan sun'iy oshirib berilgan narxlar haqida ma'lumot berildi. Bu esa siyosiy tanglik va jamoat noroziligini keltirib chiqarar ekan. Natijada haqiqiy raqobatning yo'qligi sababli mega shartnomalarning bekor qilinishiga sabab bo'lgan. Bu misol xaridlar jarayonida shaffoflikning yetishmasligi, mablag'larni samarasiz sarflashga va munisipal byudjetlar hamda fuqarolar uchun qo'shimcha yukni keltirib chiqarishini aniq ko'rinishi edi. Uchinchi kuni guruh Blagoevgradga chiqindilarni boshqarishning samarali mintaqaviy tizimini muvaffaqiyatli yaratgan shaharga yo'l oldi. Tashriflar quyidagilarni o'z ichiga oldi. Saralash stansiyasi, kompostlash maydoni, chiqindilarning poligoni, anaerob parchalanish obyekti. Munisipalitet alohida chiqindi yig'ish, tariflash siyosati va jamoat bilan muloqot qilish usullari bo'yicha o'z modelini taqdim etdi. Blagoevgradga tashrif chog'ida ishtirokchilar shuningdek atrof muhit operatsion dasturi doirasida qurilgan va mintaqadagi 5 ta munisipalitetning biologik chiqindilarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan yangi anaerob parchalanish zavodini ko'rib chiqdilar. Qurilma yiliga 16,000 tonna biologik chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega va yiliga taxminan 1,200,000 kub biogaz ishlab chiqara olar ekan. Bu taxminan 2400 megawatt elektr energiyasiga teng. Zavod quruq fermentatsiya texnologiyasidan foydalanadi
nafaqat energiya, balki yiliga 5000 tonnagacha kompost ham ishlab chiqarish imkoniga ega ekan. Stansiya allaqachon qurib bitkazilgan, ammo hali ishga tushirish bosqichida. Ishga tushirilgandan so'ng u poligonlarga yo'naltirilgan biologik chiqindilar hajmini sezilarli darajada kamaytirishi va hududdagi parnik gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam berishi kutilmoqda. Tashrifning so'nggi kuni kuzatuvlarni umumlashtirish va xulosalarni muhokama qilishga bag'ishlandi. Avazxon Haydarov shuni ta'kidladiki, ommaviy axborot vositalari va faol fuqarolik jamiyatining ishtirokisiz, xususan xalqaro moliya institutlari tomonidan moliyalashtirilgan hech qanday ekologik loyiha barqaror hisoblanmaydi. U Safiyadagi tenderlar vaziyati O'zbekiston uchun saboqdir. Shaffoflik va halol raqobatsiz hatto eng zamonaviy texnologiyalar ham samaradorlikni kafolat olmaydi. Jurnalistlar jamoat nazoratini ta'minlaydi, NMTlar aholining manfaatlarini ifodalaydi, ekologik ma'lumotlar esa ochiq va qulay bo'lishi kerak deb ta'kidladi. Shuningdek, u xalqaro ekologik xavfsizlik standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun O'zbekistonda RDF bilan ishlash va chiqindilardan energiya olish texnologiyalarini rivojlantirish sohasida shaffoflikni oshirish zaruratini